Assalomu alaykum, yaqinlarim, yaxshilarim. Nimagadir mana shu so'zni ko'p ishlataman. Hammangizni o'zi yaqinimdek, yaxshi bir qadrdon insonimdek his qilaman. O'zi aytadi-ku, musulmonga doim ilinib turish kerak, birodarga ilinish kerak, yaxshilasizlar. Xo'p, kelinglar bugun bir ma'lumotni beraman, qisqa lo'nda qilib. O't qopi dimlanish. Yig'laganingizda, siqilganingizda, depressiya holatiga tushganingizda, urushganingizda, g'amgin bo'lib qolganingizda, xafa, tushkun holatda mana shu berkiladi. Tasavvur qiling, berk endi o't qopi safroni chiqaryapti, lekin berk endi o't qopi dimlanishni boshlaydi. O't qopi dimlanayotganlarga kim kerak? Nima kerak? Avzoqin kerak. Konsert ko'rsin, kulsin, kulganda oshirib ketadi. E'tibor bering o'zingizga. Tashqaridan qarang-da, kulmaydigan insonga aylangansiz. Sen bittasi savol beryapti. O'zimizdan o'zimiz kulaveramizmi? Ha, albatta. Mana o'zingdan o'zing qovog'ingni solib yuribsan-ku, endi o'zingdan o'zing kulib yurasan. Nima farqi bor? O'zingdan o'zing qovoq solib yuribsan, o'zingdan o'zing kulib yuribsan. Mana hech qanaqa sababsiz qovoq solib yuribsan, endi hech qanaqa sababsiz kulib yurasan. Farqi shu xolos. Endi nima qilish kerak? Javobini ayting deb savol yozish boshlaydi. Boshqatdan ko'rib chiqing, tushunmaganlar. Xo'mrayishingizdan o't qopi dimlanyapti. Nima qilasiz? Endi kulasiz. Kulganingizda mana bu joy ochiladi. Bu joy ochilganda o't qopi safroni chiqarishni boshlaydi. Va sekin-sekin qattiq qatlamlarda yemirishni boshlaydi. Toshni aylantirishni boshlaydi. Tosh aylangan sari kichrayishni boshlaydi. Qumlarni, toshlarni barchasini asta-sekin maydalab chiqarishni boshlaydi. Nima qilish kerak? Kulish kerak. Qo'ldan kelganicha, Alloh qodir qilganicha ma'lumotlar berishga uriniryapman. Kamtarona mehnatimizni qadrlaganingiz bilan, qadrlaganingiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Omon bo'ling, xonadoningizdan hech qachon fayz baraka, qalbingizdan halovat uzilmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha hammanglarni yaxshi ko'raman. Omon bo'ling.